Dunyoning ishlari. Dunyoning ishlari doim shoshilinch. Odatdagidek tik turgancha nonushta qilayotgan edim. Onam odatdagidek qistardi. "O'tirsang-chi, bolam. Birpas o'tirgin. Bo'ldi, ketdim." "Shoshma, bolam." Onam ko'zimga odatdagidan boshqacha, qandaydir mung bilan termildi. Gap bor. Tipirchilab soatga qaradim. Hali benzin olish kerak, ishga borish kerak, keyin nashriyotga o'tish. Nima edi? Onam ko'zimga hamon ma'yus termilib o'tirardi. "Suratga tushaylik", dedi to'satdan. Ajablandim. "Nega?" "Yaqinda men o'laman." Onam bu gapni xuddi qo'shniligiga chiqib kelaman degandek ohangda aytdi. Kulib yubordim. "Qo'ysangizchi, oyi." Shunday dedim-da, chiqib ketdim. Oradan 2 hafta o'tdi-yu, kechalari uyg'onib ketaman. O'ylayman, sen nomard, sen ahmoq, nimaga o'shanda kulding? Suratga tushishga vaqting yo'qmidi? Kerak bo'lsa topasan-ku, kitob uchun, jurnal uchun, ish ustida, bog'da, ko'chada. Nima, sen kino yulduzmisan? Jahonshumul shaxsmisan? Ana, bir dasta surating yotibdi. Har xil, har yerda, faqat onang bilan tushgan surating yo'q.